Qozog'istonlik vazir kartoshka narxining oshishiga O'zbekistonni sababchi qildi. Rasman 1-iyuldan pensiya va nafaqalar, 1-avgustdan esa ish haqi va stipendiyalar miqdori oshiriladi. Ahmoqlar, o't ochishni to'xtatish o'limlar bo'lmasligi uchun kerak. Zelenskiy. Rossiya bilan to'qnashuvga NATO qanday reja tuzgan? Ukraina to'liq o't ochishni to'xtatishni talab qiladi. Zelenskiy. U bizdan emas, Sibirni o'zbeklarning yurti degan rossiyalik deputat partiyadan quvildi. Rossiya va Ukraina yangi muzokaralarda nimalarga kelishgani ma'lum bo'ldi. Понял? Я вернулся, понял, мне это тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канай, блядь. Qozog'istonlik vazir kartoshka narxining oshishiga O'zbekistonni sababchi qildi. Qozog'istonning milliy iqtisodiyot vaziri Serik Jumangarin mamlakatda kartoshka narxlarining oshishiga izoh berib, bunga sabab sifatida O'zbekistonda hosil bo'lmaganini keltirdi. Bu haqda u jurnalistlarga bergan intervyusida so'z ochdi. Ma'lum qilinishicha, jurnalistlarning kartoshka narxining balandligi haqidagi savollarga javoban vazir o'tgan yili kartoshkachilik hosilsiz kelganini tasdiqlagan. Bu yerda talab va taklif qonuni ishlaydi. Kartoshka bilan shunaqa voqealar yuz berdi. Sababi na Belarusda, na Rossiyada, na O'zbekistonda hosil bo'lmadi. Qozog'istonda esa biz o'tgan yili yetarli zaxiralarni shakllantirgandik. Ammo fermerlar ham foyda ko'rish kerak edi. Shuning uchun ma'lum bir vaqtgacha biz kartoshka eksportiga to'sqinlik qilmadik. Kartoshka taqchilligi yo'q, lekin narxlar oshdi, degan Serik Jumangarin. Rossiya bilan to'qnashuvga NATO qanday reja tuzgan? O'zaro urush ehtimoli yuzaga kelganda NATO Rossiyaning aerodromlarini egallashni rejalashtirgan, deb yozgan Business Insider jurnali. Mualliflar Shimoliy Atlantika alyansi Finlandiyaga o'tkazilayotgan mashg'ulotlarga asoslanib, aerodromlarni egallash muhimligiga e'tibor qaratishdi. Ta'kidlanishicha, NATO harbiylari so'nggi mashg'ulotlarda uchish-qo'nish yo'laklarini egallash ko'nikmalarini oshirishgan. Mudofaalanayotgan tomon havo hujumiga qarshi tizimlarni to'liq faollashtirishga ulgurmasdan avval aerodromlar nazoratini qo'lga kiritish qo'shinlarni tezda tashlashda muhim. Finlandiyadagi Liveli Saber 25 quruqlik mashg'ulotlari may oyining 2-yarmida boshlangan. Ularda 3,5 ming nafar harbiy qatnashyapti. Ahmoqlar, o't ochishni to'xtatish o'limlar bo'lmasligi uchun kerak. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan halok bo'lganlar jasadini yig'ib olish uchun 2-3 kunga o't ochishni to'xtatish taklifini tanqid qildi. Ular halok bo'lganlar jasadini jang maydonidan olib ketish uchun 2-3 kunlik sulhga tayyor. Men ularni ahmoqlar deb hisoblayman. Sulh aynan o'limlar bo'lmasligi uchun kerak. Ya'ni siz kayfiyatni ko'ryapsiz. Ular uchun bu urushda faqat qisqa tanaffus masalasi, deydi Vladimir Zelenskiy. Ukraina prezidenti AQShni sulhga erishish uchun Rossiyaga nisbatan sanksiya bosimlarini kuchaytirishga chaqirdi. Chunki ular hozircha boshqa yo'l bilan tushunmayapti. Shuningdek, Zelenskiy Rossiya